Salom do'stlar, sizlarga yangilikni juda zo'rini tayyorlab qo'yganman. Halo, studiyamizda bugun yana yangi mehmon. Honor'dan 600 Lite smartfonni bugun sizlar bilan birgalikda unboxing qilib chiqamiz. Honor'dan 600 Lite 5G smartfoni qo'limda turibdi va sizlarga buni tanishtirib o'tishni boshlayman. Demak, korobka komplektini ochganimizda biz birinchi o'rinda smartfonimizni o'zi chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Smartfonimizni o'zini biz ekranlarda ko'rishimiz mumkin va smartfonga keyin to'xtalib o'tamiz. Korobka komplektini unboxing qilishda davom etamiz va korobkasida keyingi qismimizda sim kartani ochish uchun maxsus igna, sim karta slotini ochish uchun maxsus igna va undan tashqari uning ichida bizda bor ikkita yo'riqnoma, bittasi garantiya taloni va bittasi aynan smartfon bo'yicha yo'riqnoma. Va undan tashqari doimiydek Honor smartfonlarini unboxing qilganimizda ko'zimizga duch keladigan narsa o'zini ana shunaqa silikonoviy bo'lgan maxsus g'ilofini uchratishimiz mumkin va bundan tashqari zaryadnik kabeli va bu safar ham Honor 600 Lite'da bizda demak Type-C zaryadnik kabeli bor. Va bundan tashqari o'zining original adapterimiz aynan ko'rishimiz mumkin. Mana o'zini mana shunday original adapterni ham ko'rishimiz mumkin. Va Honor'dan o'sha 600 Lite smartfonimiz. Xo'p, demak buni ochamiz va sizlarga yoqib ko'rsataman. Aynan Honor'dan 600 Lite yangi smartfonimiz unboxing jarayonlarini tugatdik. Endi pastdagi Honor 600 Lite obzor tugmasini bosish orqali smartfon haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.